Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun ham navbatdagi tadbirkorlar bilan yig'ilishimiz. Kimda shu kredit masalasi bu nima masala bo'yicha agar savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Yana yuridik bo'yicha, chekana bo'yicha mutaxassislar bor. Bemalol kimda tushunmovchiliklar bo'lsa, ya savollaringiz bo'lsa, kredit masalasini shuncha bir masalasini yechib beramiz. Marhamat, kimdagi savol bo'lsa. İpotechnik kredit tertibini tushunadi aslında. Sizga ipotechnik kredit kerak. Kredit olacakman. Birlamchimi kerak? Birlamchi olacaksizlar. Ya, ammo mabnamiz bor. Birlamchi ipoteka kredit bo'yicha berish tartibimiz doimiy daromadi mavjud bo'lgan fuqarolar ham, doimiy daromadi mavjud bo'lmagan fuqarolar ham ipoteka kredit berib 18% dan 20 yil muddatda doimiy daromadi mavjud fuqarolar boshlanish bedeli 15%, daromadi mavjud bo'lmagan fuqarolar 30% boshlanish bedeli shakllantirib, viloyatlar bo'yicha 330 million, Toshkent shahri bo'yicha 420 million so'masi bilan birlamchi ipoteka kredit berishimiz mumkin. Hozirgi kunda shunday tartibda beriladi. Shaxsni tasdiqlanish hujjati bilan shu qurilish tashkiloti shartnoma, dastlabki shartnoma taqdim qilingan bo'lsa, boshqa qo'shimcha hujjat talab qilinmaydi. Shuni o'zida CRM dasturimizga kirgizib, scoringni olib, ruxsatini va to'xtatishga haq berishimiz mumkin. Ruxsat chekindi keladi. Ruxsati o'zi bo'yicha bir kun ichida ruxsat beriladi. Bir gün içinde. Bir gün içinde görüp çıkıp anlar kılasın. Birlamchi olacaksınız, ikkilamchi. Birlamchi olacak. Birlamchi. Tayyorligi bor. Kadastri bor. Var. Kadastri var. Hujjatlarni Kafil gerek olur mu şu ya? doimiy daromadi mavjud bo'lib, plyus ish haqqiz yetadigan bo'lsa shartlarimiz, daromadi mavjud bo'lmasa 30% boshlanish shakllantirilgan taqdirda o'zingiz bilan aytgan fuqaro kafillik talab qilinmaydi. Kafil so'ramizmi? Yo'q, kafil so'ramiz. O'zingiz bilan aytgan fuqarolar talab qilinmaydi. Agar omoningizda yana shu bemalol berib. Hujjatlarni shartnoma Sizlar Bende şu ipoteka krediti bo'yicha subsidiya. subsidiya neden asoslaysiz? Ma'lumot olsam, ta'minot qilib, shu biz universitetdan olacakmiz. Shu dom topildi. Necha so'm ekan? Kvadrat 15,5 milliondan gaplashdik. Kadastr tayyor. Kadastr tayyor. Qarobgami yo'q? Qarobga. 5,5 million. Subsidiya ham o'zi chiqadi. subsidiya xabarnomasi bilan shu shartnomalar asosan kreditni chiqargandan keyin 18% dan kredit beriladi. 4% subsidiya asosida byudjet tomonidan qatnab beriladi. 5 yil muddatgacha qatnamani 14% qismini